qo'shilmagan 9-4 turibdi. Hozir 10-4. U san ham bo'ydan qaytmaymiz, men ham bo'ydan qaytmaymiz. Odamlar uchun, mana o'zbeklar uchun qiziq ekan, san ham men ham bir-birimiz bilan ushaveramiz. Lekin bitta gрамотный savol, sani oldingda misol uchun eski dushmanlaring turibdi, Kamil turibdi, ya'ni nargi bola bilan urushgan bolang bilan yana revansh deyishyapti. O'sha bir 10 tami raqibing chet ellik taxlanib turibdi. Menda ham 10 ta 15 ta chet ellik raqiblar taxlanib turibdi. San ham men ham bir-birimiz bilan bo'ydan o'ylanmasdan qabul qilamiz, lekin o'shalarda oldida hozir ikkalamiz bir-birimizni go'shimizni yeyishimiz senga kayf beradimi? Kayf beradi desang ushamiz, gap yo'q. Senga kayf bersa menga ham kayf. Menga zachем kayf beradi? Menga o'sha boshqani bizga protiv bo'lganlarda chet eldagilarni urgan kayf beradida. Menga ichida shunaqa, liga ushasan shu bilan deb misol Taysonni ham turib olgan, bilat majbur ushganman. Bu bilan ushasan deb turib olgan, ukangni yutgan bola bilan degan turib olgan o'shan bilan. Agar kayf beradi sen bilan ushish, senda dushmanligim bor deydigan bo'lsang, ikkalamiz ham oktagonga aytamiz, chiqib ikkalamiz ushamiz. Mana shuncha ko'rayotgan odamlar hozir yig'layapti-da, bilat deyapti, biznikilar hammasi yutqizdi. Chiqlaring, ushlaring deyapti. Hozir ikkalamiz chiqib o'zimizni ko'rsatadigan joyidir, vallohi alam, bilmayman. Men senda dushmanligim yo'q, Odilxon, bilasan-ku. Men unda. Это sport bu, sport. Конечно. O'zinglarni ehtiyot qilinglar o'rtoqlar. Salomat bo'linglar. Bugun ili ertaga yangi raqiblarim haqida, yangi janglar haqida